Assalomu alaykum qadri balandlar, qalasizlar, bormisizlar, sog'misizlar, jonlaring tinchmi, nima gaplar? Hech qolmayapsizlarmi? Bugun biz Iskandarbiya bilan va sizlar bilan Moskvaning eng katta bozori Moskvaga aylanamiz. Xitoy bozoriga boramiz. Xitoydan private tovarni olib kelib, sotadigan joyga, Optimaga birinchi qo'liga, eng arzoniga boramiz. Bizni kuzatib olasizlar, bittaman. Hozir biz ketdik. Mana sizlarga va'da qilganimdek, Moskvada eng arzon bozoriga olib boraman. Iskandar ko'rsatib ketyapti. Vixtni ko'rsating deyapti. Mana Vixt metro yo'lining 6-vixt. Mana esdan chiqaribmiz va yo'lda yurishda davom etamiz. Iskandar bizni o'sha yerga olib boradi. Mana u uzoqdan ko'rinib turibdi. Telefonning imkoniyati yetmayapti olishga. Sizlar patiskan bosinglar, xudo xolasa imkoniyati bemalol yaqinlashtirib oladigan telefon ham olamiz. Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, mana yana ham o'sha aytgan bozoriga yaqinlashib bormoqdamiz. Tarkivoy yarmarka kompleks Moskva. Yo'limiz orasiga qarasam, mana zdaniyani bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana shu zdaniya bo'ladi. To'liq xotiga olsak, hozir ichkariga kiramiz. Juda katta. Bir kunda aynalib chiqib imkoniyati yo'q. Bu joyda juda katta. Kelib, oling kiyimlarni tanlab olib kelsalar bo'ladi. Mutlaqo sizdagi narxlarda. Kirib oldik, boshlab olishga. Mana yuqori ko'chadan ichkariga kirmadik. 1000 rubldan mana shu kiyimlar hammasi 1000 rubldan ekan. Sizlarga ko'rsatishni aytaman. Mana xuddi mana shu kiyimlar, mana. Ko'rsating bratan. O. Bu qanchadan ekan? 500 so'mdan. 500 rubl. Atiga deyapti. Atiga deb qo'yasiz Iskandarni. Men buni olay. Ey, qo'ying. Buni zo'rnasal, makiyani to'ting. Kim ko'rar ekan Iskandarni? Ha, Iskandarga loq keldimi desam, yo'q, ozgina kichikroq ekan. Razmeri yo'q bularda va shu arzonda mana shu joyga bu yerda lekin hamma bozorlar, Topliston, boshqa bozorlarga optim tarqatishadi. Razmeri kattaroq ekanmi shu? Ma'lum. Xullas, razmeri bo'lsa olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana Iskandar kiyimlarga ko'rguncha mana bu joyda sizlarga ko'rsatib turaman. Kutkasini qo'lga ushlab olgan, mana bu joyda qaranglar, mana chiroqlar Xitoylarni ana polislari deydi-yu. Ancharini oldin men nimalarda ko'rardim faqat. Kinolarda ko'rardim, mana hozir real mana usha ko'ryapman. Lekin zo'r narsa ekan. Chiroyli ko'rinadi Kalqatda real hayotda. Dakansiz Iskandar bilan yarmarka bozorini aynalashda davom etamiz. Mana bu joyda nimalar bor ekan bolalar uchun? Hamdaqa issiq kiyimlar bor ekan qishga. Bachalaringiz yo'q, Ha, yosh bolalarga mana. Jiyanlaringiz. Jiyanlarga olay qanchadan ekan? Bilmayman. Bu Optimga sotilar ekan, mana qaranglar. Bu bir juda katta. Bozor qolayicha aylanish mumkin. Futbolkalar nima ekan bu? Yozga yupqa, sifatlidan sal pastroq. Yo'q, mana shu zo'r narsa. G'ashishni, oldin birinchi chiqqan mana oyoq nimasi. O'xshagan. Ha, mana. Trikolar 600 rubldan ekan. Lekin buni smecha senalardan 2000 dan kam olmasangiz kerak, Iskandar. Bu ham 600 so'm ekan. Qani bitta ko'rsatingchi? Halqa ko'rsating bitta, yoyib. Qon qiladigan savol. Mana cho'ntagiga tam berdim lekin. Boshda oyoq kiyimlar mana. Zo'kalar faqat bu yerda olib sotilar. Mana bu nima deydilar, u bolalarga oyoq kiyimlar. Iskandar mana tez aylantirib olib ketyapti. Hech nima ko'rishga uspet qilmayapman. Qo'yib berasiz deb sekinroq yuribman mana. No? Ay gazim qo'shmasa bo'ldi-da. Sizlar xafaolmaysiz. Tapchikalar ekan, ko'rsatadigan narsalar ekan. Spesialistlar. 7-chiqdan kirgan to'g'ri ketyapti hozircha. Keyingi rastalarda agar narsa yaxshi narsalar chiqib qolsa, e'lon qilib boraman. Mana oyoq kiyimlar. To'saydi. Hozir nima ekan? Ko'ring. Skorka? Mana. Ha. Bunisini so'raylik.
Arzon joyi ham qoldi. 5 so'mdan krasovkalar. Mana bu joyda qaranglar. Mana bu joyda qaranglar. 100 rubldan letski kiyimlar, mana bu ko'rganlar 2 so'mdan bosh kiyimlar. Mana bu yerda 500 rubldan ekan. Bular yengil sifatli kelar ekan. Mallari ikkisi bo'lsa kerak, bir so'rang. Mana bu yerda jiyanlarga bunaqa kichkina yosh bolalarga bunaqa shortilar va narsa-narsalarga joy normalarida 100 ekan. Yo'lda kanchaga ketamiz. Iskandarga u yoqqa yetib qolibdi. Videoga olgani qolib ketyapman. Osonga beradi Arg'ongida. Akalar stalar sotibdimi? O'rayapti-yu. Ham joydan kiyimni dodasini ko'ryapti. Trekolar. Mana Iskandarga mana shu ko'rganim oldi. Rasm yo'ling deyapti. Rasmga videoga oldim. Qani bitta aylanib bering. Aylanib bering. Xullas bozorda aylanib, oyoqlarini ayab qolmadi. Charchadim, endi qaytyapmiz. O'tib e'tibor uchun rahmat sizlarga. Yordam bergansiz xursandmiz.